قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. Yetim İslami post 1. qism Abduri Navquran. G'arib dağları keyniga qiysayg'an quyosh kechki shafaqning qizil nurlari arasidan xilpal ko'ringunicha bir kunning oyoqlashyotganligidan derak berib, o'zining illiq nurlarini sovutib, bara pastlab oxiri ko'zdan g'oyib bo'ldi. Olamni gugum perdalari o'rashga boshlagan shu vaqtda masjid munoridan chiqayotgan muazzinning sozib aytgan mungluq azon ovozi anglagan kishining qalbini larziga solganicha butun atrofga tarqavatdi. Muazzinning namozga kelinglar, nijotlikqa kelinglar degan yangroq sadolarni anglagandan keyin o'rnimdan turib Allohning uylaridan bo'lgan masjid tomon yurib ketdi. Uydan chiqib masjid tarafga egiladigan ko'cha eg'izga kelganimda 4-5 yoshlar chamisidagi bir go'dak bolaning yo'l yoqsida yig'lamsirab o'tirganini, uning yanida bo'lsa 7-8 yoshlar chamisidagi bir bolaning uni uyiga mengishga undayotganligini ko'rdim. Men diqqatimni ularga berib, u bolaning yoniga bordim va uning qo'lidan tutib, o'rnidan turishga undidim. Bu bola bir xil qorinish ichida o'rnidan turdi. Men bu bolaning beshidan oyog'igacha ko'z yugurtib chiqdim. Bu bola bo'lsa, chiroyidan nur yig'ib turadigan, ko'zlari cho'ng, o'zi o'maqqina kelgan bir go'dak bola edi. Men o'g'lim, sizga nima bo'ldi? Nimishqa kech bo'lganda uyga kirib ketmay, bu yerda o'tirsiz? deb so'radim. U bola bo'lsa, mendan qo'rqqandek jimmida turadi. Mendan qo'rqmang, qani ayting-a, sizga nima bo'ldi? Nimishqa bu yerda tursiz? dedim. U bola dadam kelmadi dedi-da, var qo'yib yig'ladi. U bolaning dadam kelmadi degan gapi qulog'imdan kirib bo'lguncha qalbimning pishida qilganini his qildim. Men asta uni bag'rimga bosdim. Uning beshini silidim. U texich yig'layotdi. Yenimda biror talmi kampitning bo'lmaganidan nihoyat achchiqim keldi. Men uni bag'rimga ching besib turib, yenimda qarab turgan 7-8 yoshlar chamisidagi boladan savol so'radim. Men, "Ukam, bu bola sizning nimangiz bo'ladi?" Bu mening ukam. Men, "O'z ukingizmi?" "Yo'q, hammamning bolasi." Men, "Hammangiz qayerda? Buning dadasi-chi?" "Her ikkilisi vatanda, kafirlarning turmusida." Men, "Bu ukingizni kim elib chiqqan?" "Apam elib chiqqan." Men, "Ukingiz kunda mushundaq yig'lab turib olamdi?" "Yo'q, asli bundaq turib olmaydi. Bugun apam og'rib qolg'achqa, ukam bak xafa qilib turib olib, oxir apam, dadangiz kelsa bundaq xafa qilsangiz men dayman jumu deganda, atidan beri mush yerga chiqib turib oldi. Qancha gap qilsam kirib ketgili unimidi." Mushundaq paranglarni qilayotganda muazzinning takbir ovozi anglandi. Men u bolaga qarab, "Uyinglar qayerda?" "Ana ash uy shu." Men, "Siz kirib ketgach turing. Ukingizni men namozdan keyin akirib qo'yman, ha ukam?" "Yo'q, apam xafa bo'ladi." Men, "Xafa bo'lmaydi. Bir akash akirib qo'yadigan bo'ldi desangiz bo'ladi." Men shundoq degandan keyin u bola kirib ketdi. Bu quchqimdagi yetim bola bo'lsa, texich isadab yig'layotdi. Men unga asta gap qildim. "Balam, men sizni masjidga aparay, ha? Masjiddan chiqib, sizga bir narsa elib beray bo'lamdi?"
"Qani menga" dedim-de, masjid tomon yurib ketdim. Namozdan tarqab, masjid yenidagi kichik magazindan kichik bolalar amroq bo'lgan ba'zi narsalarni setib olib, uningga berdim va do'kondan chiqib, biz bayam ko'rishgan yerga kelib to'xtadim. U texicha do'konda qo'lga tutqizib qo'ygan dastalik kampitning tosh qipini so'yib bo'lolmay turadi. Men kampitni ichib, uningga bergandan keyin u ishtiyoq bilan shumishga boshladi. Men uning beshini silayapman. Uning beshini har bir silaganimda butun badanimning boshqacha bo'lib ketayotganini sezyapman. Men uning beshini silayotgan dal mush minutlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yetim to'g'riliq aytgan mono so'zlari darhol xayolimdan kechdi. Bir kuni bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoniga kelib, "Ya Rasululloh, qalbim qetib ketdi. Yig'lay desam-mu ko'zimdan yosh chiqmaydigan bo'lib qoldi. Menga qalbimni eritadigan bir amalni deb bersang" deganida, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yetimning beshini sila, shunda qalbingda bir narsaning qimirlayotganini sezasan degan ekan. To'g'ri. Mana men dal hozirgi minutlarda shu balaning beshini silayotganimda qalbimda bir narsaning qimirlayotganligini haqiqiy his qildim. To'g'ri, bu yetimlik oddiy ish emas. Bizlar garchi cho'ng bo'lgan bo'lsak-mu, yanada ota-onamizning liq bag'riga tashnamiz. Navoda biznimi onamiz yoki dadimiz bag'riga bosadigan bo'lsa, qanchalik illiqlik, qanchalik mehr-muhabbatni sezadiganimizni til bilan tasvirlash nihoyat tez. Shundoq bo'lgan ekan, mono sabiy, go'dak bolalarning albatta ota-ona mehriga tashna bo'lishi tabiiy. Hurmatli qarindoshlar, yetim nomli asrimizning birinchi qismi bugun mush yerda oyoqlashdi. Ikkinchi qismini anglamoqchi bo'lsanglar, diqqatinglar har doim sahifamizda bo'lsin.